Kecha yaxshimisiz? Charchamadingiz? Turpan qolsam bo'ladimi? O'stifanzam. Shu yo'q uchun so'rayapman-da o'zimniki. Kodini ochib bering-da buni. Bilgan iPhone-mi? qarang. Endi aypash etmaganman-da men. Uni o'g'raqana, o'rtilpanaqana. Alo. G'oyib aka zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Anaga kinodan Tashkent Cityga hozir qayerga borishim kerak? Qimda kutib qolyapman. San deb turib xotishyapti. Ha? Mana xotishyapti, kallam gaplashib olay. Qara, anaga ketishim kerak-da men. Yakkasaroy tomonga shuni yo'l ko'rsatib beralasizmi? Yakkasaroy? Ha. Yakkasaroy degan joy bor-ku. Qatiga. Yakkasaroy. Shu Yakkasaroy degan anadan oldiga borishim o'tdi. Yakkasaroy degan joyga. Tumani, xo'p, bironta joy bormi? Ana borakan-ku, shu yerdan nima deydi? Ovqatlanadigan joy bor Yakkasaroyda. Ovqatlanadigan joy ko'p-ku. O'zi bitta ekan-da u yerda. To'yxona borakan-ku, Yakkasaroy to'yxona degan joy bor. Shu yerga borishim kerak-da. Qanday borsam bular? Az berdim. Taksi bilan boshqa bo'ladimi? Yo'q, ko'rsatib bermaysan. Bunda yo'ldan misolcha hozir qaysi tomonga jo'nashim kerak, nima qilishim kerak? Ma'murdan katta yo'lga chiqishingiz kerak-ku. Bunda ko'rsatib, qanday misolcha mana turibman, hozir men mana turibman, to'g'rimi? Sal chizib ko'rsatib, bunday misolcha mana. Hozir men bitta turgan bo'lsa, Ha, mana turibman. Men bu yoqqa chiqasiz. Ha, bu yoqqa. Bu yoqqami? Bu yoqdan chiqsangiz ham bo'ladi. Ha, bu yoqqa chiqdim. Keyinchi mana buni bu yoqqa chiqdim. Bu yoqdan to'g'ri chiqasiz. Voh. Bu yoqdan. Aha, keyinchi? Ha, suqotyapti-da qo'lim. Katta yo'lga chiqasiz. Ha, katta yo'lga chiqdim. Qancha jaraman bu yoqqa katta yo'lga chiqdim? O'zi mashinada ko'rinadi-ku katta yo'l. Hop, katta yo'lga chiqdim. Keyinchi? Taksiga o'tirasiz. Taksiga? Yo'q, aptama Yakkasaroyga? Yo'q. Yakkasaroy. Sevgiliga borib qo'yadi. Day, Yakkasaroy desiz, Yakkasaroyga boradi. Pulim ham yo'q edi. 20 taksi pul yurib turilasizmi? Rostdanmi? Ha, rostdan pulim ham yo'q edi. Ana shu Yakkasaroy borishim kerak. Keyin beramiz, kartangizgami telib beraman pulni? Yo'q, kerak emas-ku, просто hozir. Ya men sadaqa so'ramayapman, pulingiz menga kerak emas menga. Mashinliklar ko'payib ketganmi? Yo'q, mashinalik emasman. Men pulim bor edi. Birim kissasi qolib ketdi deydi, birigim bor edi. Shu birigimni o'shtirib. Qancha oldingiz bu yoqgacha? Ha, bu yoqqachami? Bu yoqqacha pulim bor edi. Bu Yakkasaroy jitati bilan bir taksi al qimmat qilganda shu yergacha keldi, u yoqqacha borman. Men zantiz men berib turing. Voy, yo'q, men. Xo'ja o'yapti-da. G'alatimisiz, hozir pul ham bermayman. Ha, pul bering, bo'lmasa men zantiz olib qolam. Yezminku maydam yo'q-da mening. Ya rostdan. Maydam yo'q, menda ham mayda yo'q. Yo, 100 ming olsam rozi bo'lasizmi o'zi rostdan? Ha, yetasiz. To'g'risini rostini aytayotganmisiz, mayli. Agar yana bo'lsa 200 ming qilib berib turalasizmi? Qashqadaryoga ketishim kerak-da. Qanday turamiz? Yo, Hozir Yakkasaroy deysiz. yo Yakkasaroy borib keyin Qashqadaryoga ketaman-da. Qashqadaryoga borguncha uyingizgacha borasiz, ishingizdan olasiz. 100 ming kamda 200 ming qilib berib turing. O'zi 20 ming so'radim, to'g'ri boshidan. Siz anodi Malxachichan qiz bo'lmaysizmi? Kim edi? Rostdan. Yo'q, uning oti Qora edi. Malxachichan qiz oti. Qora, ha. 200 ming qilib berib turing. Mashinangiz bormi? Qamti ko'ring, kaltiz. Nima mashinasi? Yo'q, hazillashib, nima qilib buni? 200 ming qilib berib turing, mayli. Uyingizgacha yetib olasizmi bilan? Yo, ega jitolanda zant salimnoqi menga xotishyapti, suqatib ketyapman. Qo'lim suqatib ketdi-da. G'alati bo'layotgan. Nimaga? Yuring, men ko'ra men tashab qo'ya qolaman. Mashinani talab qo'yasizmi? Yakkasaroy tashab qo'yasizmi? Men puldan rozi bo'lasizmi? Yakkasaroygacha yetib olsam bo'ldi deysiz. Keyin Qashqadaryoga ketaman-da, shunga rozi bo'lsangiz 100 ming. Qaytib beraman, men birov pulni birov haqini jiydigan bachcha emasman, to'g'risi. Shu paytgacha birov haqini jiymaganman. To'rakan qo'yni ham pulni qaytib berganman, yo'qolib qolgan paytda. Yo, to'g'risi. To'rakani men taniymanmi? Salim tanysizmi? Salimning eshagi yo'qolib qolgan pulni men berganman, Salim eshagi. Yo'q, taniyman. Yakkasaroyga olib borib qo'ying, bo'lmasam keyin buni ham rozi bo'lasizmi? Mayli. Ya rostdan rozi bo'lsangiz olaman-da pulingiz. Bu ya lekin lo'liqan, o'g'riqan deb o'ylamang. Qaytib beraman. Hop. Nima qilib o'ylamadim? Otingiz kim edi, Chicha? Umida. Ha, Umida Chicha. Rozi bo'lasizmi? Yakkasaroy chopib borib qo'yasizmi?